470 ming so'm sof foyda bir oyga 470 ming so'm sof o'rtalar bilan akaga qo'yil qoldim. Zorta hisobda qo'y suyuqqa bitta qo'y 10 kilodan semirayapti. Baland ekan. Ikkita bilmaganimizda oldik. Tajribadagi holati 75-80. Ko'pchilik qo'y boqib foyda ko'rmaydi. Lekin muammo qo'yda emas. Bugun sizlar bilan zotdor yo'nalishda qo'y boqish sirlarini arzon variantagini ko'rsatamiz. Qo'yni to'g'ri boqsangiz 3-4 oyda qancha foyda qilish mumkinligini bugun aniq aytib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chorvador Oybek YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Bizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan aka-ukalar kanalimiz mehmonlari. Biz bugun Namangan viloyati Kosonsoy tumani bir akamizni zotdor qo'y firmalariga kelganmiz. Zotdor qo'ylar boqish firmalariga. Bu yerda boqilayotgan 160 bosh qo'ylar bor ekan. Inshaalloh o'sha 160 bosh qo'ylarni boqish sirlarini, yo'nalishlarini akamizdan oldik, o'zlaridan, Cho'pon akamizdan. O'sha ma'lumotlarni xudo xolasa to'liq yoritib berishga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Obunachilar albatta videoni oxirigacha ko'ring, sababi sizlar uchun manfaatli video bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin albatta bittadan like bosib, kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bo'lmasa biz video obzorimizni boshladik. Obunachilar, hammaga qiziqki, bitta qo'y bir kunda qancha rasvot yem yeydi? Nima yeydi? Ozuqasi nima? O'shalarga xudo xolasa bugun videoni to'liq yoritib berishga harakat qilamiz. Qo'ylarni ko'ring mana. Mana shu qo'ylar xudo xolasa 3,5 oy 4 oy oldin olingan qo'ylar ekan. Tirik besga olishganda taxminan 35-40 kilo atrofiga olishgan ekan. Hozirgi kundagi holati 75-80 kilo ustidagi qo'ylar ham bor ekan. Shuning uchun nima demoqchi bo'lyapsizki, bir oyda o'rta hisobda qo'y suyuqqa bitta qo'y 10 kilodan semirayapti. 9 kilo 10 kilodan. Buning ratsioni nima? Birinchi navbatda nima berishadi ertalar? Keling do'stlar, bir marta hammasini ko'rsatib o'tamiz inshaalloh. Mana bu chuluq. Kimdirlar chuluq deydi, kimdirlar o'lik deydi, buni. Hammamizga tanish bo'lgan paxtani atxoti. Atxoti. Shu narsani bir kunda bitta qo'yga, bir bosh qo'yga taxminan 1 kilodan berishar ekan. Uvitilganini. Uvitib turib, buni ustiga 250 gram ertalabga kepak sepiladi. U kepak deydi. Yeb bo'lgandan keyin makka berishar ekan. Oddiy o'zimizda makka. Yarim kilodan makka. Bo'ldi. Boshqa hech narsa qo'shimcha vosita, protein, unaqa narsa, vitaminlari yo'q. Oddiy usulda, lekin daromati yaxshi. Nimaga daromati yaxshi? Sababiki yo'nalish to'g'ri tanlablar akaga qo'yil qoldim. Zotdor yo'nalish boshlabdilar-da. Bu ham bir seleksiya natijasiki, xursand bo'lish kerak. Daromati yaxshi bo'lib qoldi. Bo'rdoq yo'nalishidan hozirgi kunda seleksiya natijasi yaxshi bo'lib qoldi. Shuning uchun akamiz bilan telefonlashdik, kelinglar dedilar. Xudo xolasa kelib mana video obzorni qilyapmiz. Xo'p, endi ertalabki ratsion tugadimi? Orqasidan suvlarni qo'yib qo'yishar ekan, bo'ldi. Yeb, ichib yotaverar ekan. Endi kechki ratsionni ko'rsatamiz. Obunachilar, mana hammalaringga tanish bo'lgan, o'sha sizlar bilgan oddiy beda. Bu taxminan 300-400 gram bitta qo'y bir kunlik ozuqasi iste'moli 300-400 gram. Buni kechki tunga berishar ekan. Kechki vaqt. Bir kunda 2 mahal boqar ekanlar aka. Qo'yga 2 mahal qarar ekanlar. Bu kechki tomonga beriladigan 300-400 gram bedalari zahira qilib qo'yilgan ekan. Ujinga, ha. Endi makkani ko'rsatamiz. Obunachilar mana akamizni makka zahiralari keragicha bor ekan. Kamiga yana bor ekan. Shuni ham agar men o'zim boshimdan o'tkazganman, so'rab qolamizki, qo'y boqishda birinchi qiladigan ishlaring bo'lsa, agar hamma narsa pishirchilikda arzonlaydi-da. Makka pishganda makka arzon bo'ladi, arpa pishganda arpa arzon bo'ladi, bug'doy pishganda bug'doy arzon bo'ladi. Shuni mayna qilib zahira qilib qo'yish kerak. Bu men o'zimning shaxsiy fikrim. Kimdir sotib olib bergisi keladi. To'g'ri, sotib olib bersangiz ham bo'laveradi, o'sha makka bari hissa-yu, lekin bu pishgan vaqtdagi narxi sizga qulay kelaveradi. Hisob-kitobda lekin maksimum hisoblayverasiz. Misol hozirgi kundagi narxi 5000 so'm bo'lsa, 5000 so'm yediryapman deb hisoblayverasiz. O'shanda ham zarar qilmaysiz. Mana bu o'zimizda oddiy makka. Jaydari makka o'zimizda oddiy bir haligi kolxozovskiy deymiz-ku, shunaqa makka. Shu qo'ydan, shu makkadan bitta qo'yga yarim kilodan ertalab yerga. Yarim kilodan makka.
Bu kepak. O'zimizda oddiy bug'doy kepak. Qozoq kepak. Qozoq kepak, bug'doy mana. Mana. Donli emas, oddiy kepak, donsiz. Shundan endi bir kunda 250 gram kepak, yarim kilo makka, 1 kilo chuluq. O'lik. O'lik. Ertalabki ratsioni. Shu bilan suvlarni qo'yib, bo'ldi, kechgacha yotaverar ekan. Kechqurungi ozuqalari beda, kepak, makka. Bo'ldi, shu bilan yotarmiz. Mana suv ichish jarayonida chanqaganni o'ziga kerakli vitaminni suvdan ham oladi. Shu narsaga ham e'tibor berish kerakki, siz yemni to'kib qo'yib boqing. Hamma vitaminlarni bering, lekin suvsiz qo'ysangiz qo'ydi, hammasi natijani harakati nolga teng bo'lib qoladi. Shuning uchun imkon boricha suvga ham e'tibor qaratish kerak. Tozaligiga, hamma tomoniga, uzluksizligiga suvga ham juda katta e'tibor berish kerak. Endi bu yerda do'stim tuz ko'rinmayapti. Tuz ham berasizmi yo? Mana. Bu yerda bor ekan mana. Berishar ekan. Ha, berishar ekan, ha. Bizdan kelib rosa suhbatlashdik videodan oldin. Ma'lumotlari, tajribalari haqiqatan ancha baland ekan. Ikkita bilmaganimizni oldik, tajriba almashtirdik, fikr almashdik, kayfiyat ko'tarildi. Bir ancha bir ma'lumotga ega bo'ldik-da biz ham. Shuni hisobiga tuzlari bor ekan. Bu o'zimiz o'sha oddiy osh tuzi, ko'rinyapti mana. Ko'rinyaptimi? Yodlangan o'zimiz oddiy osh tuzi. Bularda endi do'stim, misol uchun bir oyga o'rtacha necha kilogrammdan qo'shadi dedik? O'rtacha 9-10 kilodan kilo qo'shayapti. Bir oyga o'rtacha 9 kilo 10 kilogramm atrofida живой вес qo'shadi. Endi bu degani 5 kilo 6 kilo go'sht qo'shadi degani obunachilar. Hop. Buni endi misol uchun qay holatga kelganda o'sha 9 kilo 10 kilo вес qo'shishga kelguncha o'rtacha живой вес necha kilo bo'lish kerak? Misol uchun 20 kiloni qo'y bir oyga 10 kilo qo'shib qo'ymaydi. Bo'lmasa 30 kiloni qo'y bir oyga 10 kilo qo'shib qo'ymaydi. O'sha taraflama so'raydigan bo'lsak, mabodo o'sha живой веси necha kilogramm atrofida bo'lish kerak va yosh oyligi va qanday holatda bo'lish kerak, u siz aytgan natijani berish uchun. Xo'p, 5 oy plus 6 oylik qo'zilar bo'lsa, o'sha natija siz aytgandek natijani beraveradi. To'g'ri 3 oylik, 4 oylik qo'zilar ham effekt beradi. Lekin ular 3-4 oylik qo'zilarning yo'nalishi o'ziga yarasha, sababiki ularni buna qilib qo'ralarda boshqalarda boqilmaydi, ularni yaylovlarda boqiladi. Ular juda ham ko'p yurish kerak, juda ham ko'p kilometrlar bosish kerak. O'shalarning hisobiga ular anchagina o'sadi. Mana shu ma'lumotlarni ham berib ketadigan bo'lsak, obunachilarimizga foydali bo'ladi inshaalloh. Endi bularda aniq ratsioni yeb ichishini hisob kitobini qilib bergandek bo'lsak, misol uchun, o'rtacha bir kunda bitta qo'y 900 gram 1 kilo atrofida makka edi. Qo'yuq suyuq 1 kilodan hisoblagansa 1 kilo makkangizning narxi 4000 so'm bo'layapti. 4000 so'm qo'shamiz. Chuluqning narxi 600 so'm 1 kilosi. Hop, unga qo'shamiz. Beda narxi 2000 so'mlik o'rta hisobda bir kunda 2000 so'mlik beda edi. 6600 so'm. Plus kepak. 1,5 minglik kepak edi, 1500 so'mlik. Yarim kilo. 8100 so'm. 8100 so'm. 8100 so'mni ko'paytiramiz. 30 ga ko'paytirsak 243 ming so'm. Bir oyda 243 ming so'm rasxod qilyapti. Bor, ana endi shuni siz hali bitta ikkita vitamin qilasiz. 250 ming so'm hisoblang. 250 ming so'm hisoblang. O'shanda ham maksimum bo'ladi. O'shanda ham maksimal darajada bo'ladi. Maksimum rasxod maksimum darajada bo'ladi. Endi bu obunachilar bu yemni narx ko'tarilib ketishini sababiki o'sha bir dona makkani o'zi, endi o'sha bir dona makkani o'zi hozirgi paytda 4000 so'm atrofida bo'layapti. Endi unga yemlarni qo'shiladigan bo'lsa, shupurguri qo'shish mumkin, beda deyman uni. Arpa, yoki bug'doy yoki yana qandaydir mana moshta adxotlari deysizmi, qandaydir yemlarni ko'tarib yem narxini tushirish mumkin. Endi bu akalarimiz to'lka makkani o'zi bilan boqishar ekan, o'shaning hisobiga mana shunda yem narxi ozgina balandroq bo'layapti. Endi keling Ahmadjon. Xo'p, qarang. O'rta qo'y bitta hisobdan seredniy o'rtacha 9 kilodan semirsa, 9 kiloni ko'paytiramiz. Hozirgi kunda Trigvesga 80 ming so'm bo'lyapti. Bozor narxi. 720 ming so'm chiqayapti bir oydagi. Endi 720 ming so'mdan ayiramiz 250 ming so'm. 470 ming so'm
sof foyda bir oyga 470 ming so'm sof foyda. Mhm. Yomon emas. Qisa qiziqsa bo'ladigan kasb. Ana jonivorlar qarang. Havasingiz kelsa Haqiqatda bo'ladi. obunachilar mana buni dumba holatlarini ko'rsangiz ham, garbanoslarni, quloq holatlarini ko'rgan taqdiringizda ham haqiqatdan qo'shqorlar zo'r. Mana Har taraflama terilgan. Mana ketib qoldi. Mana shu qo'yni oldi ham juda kelishgan ekanda, endi haligi qo'yni maqtash bo'lib qolmasin, lekin haqiqiy sifatiga, yo'nalishiga tushadigan qo'ylar ekan. Endi biz o'zimizni mahalliy qo'ylarda ham chempion qo'ylarimiz bor. Mana shu qo'ylar ham endi obunachilar, do'stim endi ma'lumotni o'zingizdan olamiz, o'zingiz beryapsiz barcha ma'lumotni. Mana shu qo'ylar ham o'sha boshidagilar bilan bir xil holatda kelgan, to'g'rimi? Bir xil holatda kelgan. Endi nima uchun bular yaxshi o'zgarmagan? Ular maksimal darajada o'zgarib ketgan. Endi bu o'ziga yarasha ichki kasalligidan bo'lishi mumkin. Endi kasallik bo'lib, kasallik emas. Misol ba'zi bir nimada immunitetga, nimasiga bog'liqda. Immuniteti balandlari suyagi baquvvat ota, misol ehtimol buni orasida pastroqdir, misol. Mana obunachilar haqiqiy arashan deb mana shuni aytadi. Mana dumba razrezlari ham bir xil, garbanos holatlari, quloq holatlari ham har taraflama kelishgan. Kelishgan. Ochgan demish zarlaka. Hop, obunachilar. Kimgadir mabodonda shunaqa qo'ylar kerak bo'lsa, akamiz sotarkanlar, naslchilik yo'nalishida yaxshi niyatda boqyapti ekanlar. Xudo xolasa, kimgadir qiziq bo'lib qolishi mumkin-da yoki yoqib qolishi mumkin. Shuncha qo'yni ichida ko'rsatib o'tyapmiz, bejizga o'sha yaxshisini yoqtirib qolishi mumkin. Narxlari qulay ekan. Endi buni naslchilik yo'nalishiga bu og'izda to'ldirib narx aytilmaydi. O'sha boqilgan narxiga, boqilganiga nisbatan o'sha qo'yni o'zini holatiga qarab xotirjam olishaveradi narx-navolarni ham. Bu naslchilik bo'lsa ba'zilar 3000, 4000, 2000 dollar deb o'ylab olishlari mumkin. Unaqa narxlar yo'q obunachilar. O'sha kelasizlar tepasida ko'rib 160 dan ichidan o'zlaringga yoqqanini tanlab ketaverasizlar. Misol uchun kimlargadir 5 ta yoki 10 ta qo'y bor yoki 20 ta sovliq qo'y bor hojat onalarimiz uchun, bo'laveradigan darajada qo'ylar. Bularga ozgina e'tibor beraverasiz, xudo xolasa. Tayyor yaxshi variantda mana shu qo'yni ko'ryapsizmi? Jonivor. Yaxshi. Oldini olingda mana shu qo'yni asosan oldi kastan holatlarni yaxshi darajada shakllanganda. Ular hali qo'zi tish yormagan. Ketadigan variantda-da, misol. Buni biz reklama qilish emas, rostlik sotiladi. Maqsad sotish uchun, daromad qilish uchun olgan ekanlar. Xudo xolasa bu akamizdan 160 ta qo'y chiqarib boqib nima qilmaydilar. Oson emas. Oson emas, o'ziga yarasha qiyinchilik mehnati bor. Shuning uchun qiziqqanlar uchun aka nomerlarni ekranga qo'yib ketamiz. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Hop, obunachilar, sizlarni qiziqtirgan yana bir savollaring bo'lsa yoki yana bir o'sha bir forada kontentni videoga boring, qanchalik o'zgaryapti deydigan bo'lsalaring, bemalol kommentariyaga yozib qo'yinglar. Inshaalloh biz akamizdan so'radik, oyma-oy ham aka video qilaylik desak, xo'p dedilar. Qo'limizdan kelganicha agar qo'ylar sotilib ketib qolmasa, mabodo muhimi video obzor qilib berib turamiz, xudo xolasa. Har oyma-oy qanchalik o'zgaryapti, xudo xolasa, qo'limizdan kelganicha. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'ying. Bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.